Assalomu alaykum. Mana bugun Baliq tumani Do'stlik MF bir kontur bo'yicha dala yer maydoniga kelindi. Bu yerda jami 10 gektar yer maydoni bo'lib, 60 ta fuqaroga 15 sotikdan berilgan. Loviyani 1 gektariga 3 tonna qizillavlagi mahsuloti olish rejalashtirilgan. 10 gektariga 30 tonna loviya mahsuloti olish rejalashtirilgan. Mana hozirgi kunda kultivatsiya ishlari olib borilib, ekin holati yaxshi. Hozirgi kunda mana yer maydonimiz bergi mana uzunlik tomoni, bu tomon bilan mana bergi tomoni 500 metr ekan. Eniga esa 200 metrga to'g'ri kelyapti. Mana bu yog'i ekin ekilgan joy. Beri tomoni 200 metrga to'g'ri kelyapti. Shu ekilgan loviya mahsulotlarimiz. Yaqinroqdan mana zich yaxshi ekilgan kultivatsiyalar yuritilgan.